Samarqandda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. 2 aprel kuni Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida avtobus yuk avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir qildi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ma'lum qildi. Holat tumanning Suluqo'rg'on mahallasi hududidan o'tgan. M39 avtomobil yo'lda soat 07:00 da sodir bo'lgan. Unga ko'ra avtobus haydovchisi Samarqand-Navoiy yo'nalishida avtoulovni boshqarib borib, o'zidan oldin harakatlanib, yo'lning belgilanmagan qismidan qayrilib olayotgan vaqtida yuk avtomashinasi orqasidan kelib urilgan. To'qnashuv natijasida jarohat olganlar tuman tibbiyot birlashmasiga yetkazilgan. Holat yuzasidan Paxtachi tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.